Kimni moshxo'rda qilish usuli manikiga o'xshaydi. Moshxo'rda qilishni bilmaydigan yosh kelin qizlarimizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Oldindan aytib o'taman, hammani usuli har xil. Bu videoyimni ko'rib ba'zi birovlar chesnok, sabzi moshxo'rdaga solar ekanmi demasliklari uchun aytib o'taman. Piyozni chiroyli qilib qovurib oldim, ketidan go'shtni nomiga qizartirib, ketidan sabzavotlarni qo'shib oldim. Keyin esa oxirida moshni qo'shib yaxshilab qovurdim. Oxirida esa tomat qo'shdim. Menga o'xshab mosh qichir yoki moshxo'rdaga moshni shunaqa qovurib soladiganlar bor. Aynan shunaqasini mazasi boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Suv, ko'katlar, rayhon, tabga ko'ra tuz qo'shib 1 soat qaynatib olamiz. Keyin esa guruch qo'shib bemalol pishirib olishingiz mumkin. Yurakchani bosib qo'yarsiz. Agar har safar suyuq ovqat oldigan nima qilsam-ekan deb bosh qotirsangiz, aynan shu somsani sizga tavsiya qilaman. Achchiq yaxshi ko'radiganlar uchun ayni muddao. Qalampirlarni o'rtasidan ajratamiz, muzli suvga ivitib qo'yamiz, kamida 2 soat turishi kerak. Sariyog' bilan unni yaxshilab uvalab olamiz. Qabartma hamda tuz solib, birrov aralashtirib olamiz. Tuxum hamda smetana, qaymoq, mayonez aralashmasdan solamiz. Qo'lga yopishmaydigan o'rtacha qattiqlikdagi xamirni qorib olamiz. Aytgancha yurakchani bosib qo'yib videoni ko'ryapsizmi? Esingizdan chiqib qolmadimi? Qiyma, piyoz, tuz, zira solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi har birini ichini qiyma bilan to'ldiramiz. Xamirni list ko'rinishidan kattaroq qilib ochamiz. 3 santimetrli lentalarga bo'lib chiqamiz. Nozik harakat va ehtiyotkorlik bilan sekin o'rab olamiz. Ustiga ko'pgina qilib tuxum suramiz, kunjut sepamiz. Qizib turgan pechda 35-40 minut davomida pishirib olamiz. Yurakchani bosib qo'ydingizmi? Bu mini somsalarni xuddi pista chaqqanday yeb qo'ya olasiz. Kichkina bolachali yeyishiga ham rosa qulay bo'ladi. Eslatib o'tish meni vazifam. Bitta yurakchani bosib qo'yib keyin videoni ko'ring, ko'rib xursand bo'laman. Iliq suvga tuz solib, oddiy somsani xamirini qorib olamiz. Biroz tindirib, mushlab, teng-ikkiga bo'lib qo'yamiz. Eng kerakli joyi ichiga suradigan yog'ini tayyorlab olamiz. Mol yog'i, o'simlik yog'i va margarin solib eritib olamiz. Endi xuddi shu ko'rinishda 1 ga 1 metr atrofida katta qilib ochib olamiz. Birinchi ochilgan qavatga eritib olgan yog'imizni teng-ikkiga bo'lib surib olamiz. Keyin yaxshilab qotgandan keyin mana sizlarga ham ko'rsatibman, ikkinchi qavatini ustiga yopamiz. Endi ikkinchi qavatiga ham teng yarmini hammasini suramiz. Yana qotgandan keyin xuddi shu ko'rinishda taxlab olamiz. Endi xamirni salofan paketga o'rab yaxshilab tindiramiz. Yarim soat davomida xona haroratida ushlaylar. Endi sizga qaysi biri qulay bo'lsa, o'qlov yoki jova yordamida xuddi shunaqa katta ko'rinishda ochib, kichkina bo'laklarga bo'lib olamiz. Endi nachinkasini xohishga ko'ra go'shtli, kartoshkali, tovuqli qilib xuddi shu ko'rinishda tugib olasizlar. Endi ustiga tuxum surib, ko'pgina qilib kunjutli sepib, issiqqina duxovkada pishirib olamiz. Yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi? Bu salatni qilib yeb ko'rmasangiz aniq afsuslanasiz. Chunki bu ta'mni hech qanaqa kafe restoranlardan topa olmasligingiz aniq. Bizga 2 dona qaynatilgan lavlaga shunaqa parre kesib olib, tarelkani chiroyli qilib degan to'ldirib olamiz. Cheri pomidori, sariq va qizili, bulg'or qalampiri, tuzlangan bodring va qaynatilgan go'sht solamiz. Balzamiskiy sous. Aniq shu men Gazoli brendinikini o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rganim uchun sizga ham tavsiya qila olaman. Sifati a'lo, ta'mi esa zo'r. Menimcha hali ham yurakchani bosmadingiz, unutmassiz, bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Chiroyli qilib yasatib, bemalol tanovul qilasiz. Mana bunaqa videolarimni yaxshi ko'rib, yana xuddi shunga o'xshagan videolarni ko'proq chiqaring deb meni qo'llab-quvvatlayotganlar uchun kattakon rahmat. To'g'risini aytsam, bu usulimni o'zim juda yaxshi ko'raman. Bir joyga chiqib ketsam ham ovqatim tayyor deb ko'nglim xotirjam kelaman. Bugun ham xuddi shunaqa kartoshka palov, makaron yoki xuddi shunga o'xshagan ovqatlar uchun tayyor qilib, tegini qovurib, muzlatib qo'ydim. Bitta eng ko'p keladigan savol: nimaga bir xil ovqatni ikkita qozonni ovora qilib qovurasiz? Shuni bitta qilsangiz bo'lmaydimi deyshadi. Bilmadim, balkim sizga qulaydir menga, lekin alohida yog'ini ham, tomatini ham hamma narsasini taqsimlash oson bo'ladi ikkita qilsam. Tayyor bo'lib, sovigandan keyin muzlatib qo'yaman va xohlagan paytim foydalanaman. Albatta yurakchani bosib qo'ying, bu men uchun juda ham katta motivatsiya. Bunaqa suyuq ovqatni bilaman, hamma har xil usulda tayyorlaydi. Meni usulim shunaqa. Agar sizga ham yoqsa, albatta sinab ko'ring. Piyozni yaxshilab qizartirib qovurib olaman, ustidan go'sht solib, ketidan ziravorlarni qo'shib 2-3 minut davomida qovurib olaman. Ketidan pomidor, bulg'or qalampirlardan qo'shib olaman. Kartoshka, chesnok, sabzi solib yaxshilab aralashtiraman. Tomat solib biroz qovurib, qaynoqqina suv solib qaynatib olamiz. Ustidan ko'kat va rayhon sepib olib, 1 soat davomida qaynatib olamiz. Men halol, sifatli, bahra chekkinli chuchvaralardan foydalandim. Qo'rqmasdan olib ishlatsanglar ham bo'lar ekan, ta'mi haqiqatda zo'r ekan. 10 minut qaynasa ovqat tayyor. Yoqqan bo'lsa bitta yurakchani bosib qo'ying. Lavashni yaxshi ko'radiganlar, lekin dietasini bizgisi kelmaydiganlar uchun bu rosa zo'r retsept. Tovuq go'shtini yog' solmasdan yaxshilab marinovka qilib olamiz. Keyin esa zaytun yog'ida yaxshilab qovurib, keyin esa dimlab yarim soat davomida pishirib olamiz. Yaxshi eriydigan sir va piyoz, keyin pishgan tovuqimizni to'rab tayyorlab qo'yamiz. Ichiga sabzavotli salat tayyorlaymiz. Ko'kat, pomidor va bulg'or qalampiri. Unga ko'ra bitta chesnok ham qo'shsangiz bo'ladi. Endi esa xuddi shunaqa ko'rinishda yasab olamiz. Yaxshilab o'rab, orqa oldisini yog' solmasdan nomiga qizartirib olamiz. Agar sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yishni unutmang, ko'rib xursand bo'laman.